Bugungi kunda sizlarga eng foydali kontent bilan boshlamoqchiman. Bizani, ya'ni onalarni hozirgi eng og'riqli nuqtamiz bolalarimizdagi allergik kasalliklar. Tashqarida ochiq havoda chang miqdori ko'payganligi yetmaganidek, biz uyda 10 baravar ko'paytirib, bolalarimiz va o'zimiz sog'lig'imizga zarar yetkazamiz. Robaklin bu elektr changyutgich emas. Bu tozalik va sog'liqni g'ayrioddiy tizim. Oilamiz uchun eng toza yashash sharoitini yaratib, chang miqdorini 99% ga yutib, filtrdan o'tkazib, bizga ionli havo yetkazib beradi. Xodimlar esa sizlarga detal tushuntirishdan erinishmaydi. Yana bu sehrli robotexnikani masofadan turib boshqarishingiz mumkin. Birinchi bo'lib suv qo'yib yuborganimizni qilamiz va yuvish funksiyasini ko'rganda lol bo'lishimiz aniq. Endi bizga tonnalab suvni oqizib qo'yib gilam yuvishni umuman hojati yo'q. Ko'rib turganingizdek, karcherga yuvishga berganingizdan ham natijasi yaxshiroq. Yolg'ondan vareniya yoki kola to'kib sinovdan o'tkazmadik. Sizlarga boricha yetkazib berishga harakat qildik. Qolganini bu texnika uyingizga borganda o'zingizlar ko'rasiz. Yana bitta gap, meni nomimdan chiqsanglar, menga qilib bergan skidkani sizlarga ham albatta qilib berishadi.